Do'konlarimiz bityapti. Yana bittasi. Bu nechiga necha? 7 ga 4 ekan. Bu ham Farg'onagan bu? Namangan. Bu Namangandan bo'libdi, buyurtma. Do'kon 4 metr qilingandan-chi, mana bu patologlar katta bo'ladi-yu. Keyin o'rnatgan paytingizda patolog qismlarini dekor qilasiz. O'zini holida bo'lmaydi. Do'kon qanchadir muddat turganda 5-10 kundan keyin sekin yayiladi. Shuni hisobiga ba'zi joylarda patologlar tashab yuboradi. Biz endi iloji boricha bularni hisobga olamiz, mayda oraliq qoldirib, cho'zilganda ham bu yoqqa o'tib ketadigan qilamiz. Undan tashqari mana krepleniylar bilan qilyapmiz. Bular do'konda shu mashina ketganda 500 kilometr, 100 kilometr, 50 kilometr, 1000 kilometrgacha ham borgan. Hech narsa bo'lmasdan borishini ta'minlaydi. Videoga like bosib ishdan chiqmasin. Ko'chma do'kon kimga kerak bo'lsa, plus belgisini qoldirsanglar, mana shu do'kon narxini aytib o'taman. Faqat Instagramda aytaman, chunki boshqa joylarga persiylarga qaray olmayapman. Instagramdan Nurli uylarga o'tinglar.